Bugun qaysiki to'lov shoxobchasida yoki qanaqadir hisob-kitobda naqd pulda amalga oshirishni cheklash bu g'ayriqonuniy hisoblanadi. Bu qonunga zid. Mumkin emas cheklash. Hamma fuqaroni naqd pul yoki naqdsiz pul shaklda to'lovni amalga oshirishga, hisob-kitob qilishga haqqi bor. Bunga qonun kafolat bergan. Sizlar tan olmasangiz ham qonunni xalq tan oladi. Mana shuni hurmat qilinglar. Bo'lmasa qonunlarni o'zgartirib keyin qiling. Qonunga qaytaylik. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Bizning xohishimiz shu xolos. O'zbekiston inson huquqlari ustuvor bo'lgan huquqiy, qonuniy davlat. Biz qonun asosida hammasini tashkil qilganmiz. Qonunlar asosida saylov qilyapmiz, saylayapmiz rahbarlar, deputatlarni. Qonun asosida mas'ul vazirlik idoralarga vakolatlar berilgan. Ne o'zlariga kelganda qonunlar tan olinib, odamlarning huquqlariga kelganda tan olinmay bunday ikkiyuzlamachilik qilinyapti. Xalq haqqiga ham, huquqiga ham xiyonat degani. Qonunlarga qaytaylik. Fuqarolarga aytmoqchi bo'lganimiz, qayerdaki sizdan naqd pul shaklda to'lovingizni qabul qilinish rad qilinayotgan bo'lsa, siz bu haqda Markaziy bankka shikoyat qilishingiz mumkin. Marhamat, bu sizning qonundagi kafolatingiz. Markaziy bankka boshqa tegishli o'sha mas'ul idoralarga yoki mana prezident virtual qabulxonasi bor, u yerga ham shikoyat qilishingiz mumkin. Chunki sizni bu huquqlaringizni, cheklanish huquqlaringizni buzilishi hisoblanadi. Fuqarolik kodeksi va Markaziy bank to'g'risidagi qonun sizga to'la naqd pul va naqd pulsiz shaklda to'lovni hisob-kitobda amalga oshirish huquqini bergan. Qilayotgan ishlarimiz va aytayotgan gaplarimiz bir-biriga mos bo'lsin.